Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. G'azoras tumanida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning fuqarolar bilan navbatdagi sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Sayyor qabulda tegishli tashkilotlar, boshqarmalar hamda korxona va tashkilot rahbarlari, ijtimoiy sohaga mas'ul bo'lgan tuzilmalar vakillari qatnashdilar. Unda viloyatning shahar va tumanlardan fuqarolarning ijtimoiy maishiy masalalar yuzasidan talab va takliflari, ariza hamda murojaatlar o'rganildi. Murojaatlarning aksariyati kadastr, moddiy yordam, bank moliya, soliqqa tortish, tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi ta'minotidagi muammolar, sog'liqni saqlash, kommunal xo'jalik, yo'llarni ta'mirlash, ta'lim, tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari haqida bo'ldi. Mavjud masalalarning aksariyati daxldor idora, tashkilotlar, mahalliy hokimliklar vakillari ishtirokida hal etildi. Muloqot davomida ko'plab fuqarolarga ularni o'ylantirayotgan masalalar bo'yicha huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Barcha masalalar birma-bir tinglanib, ularning yechimi yuzasidan mas'ullar biriktirildi. Hal etilishi va o'rganilishi ma'lum vaqt talab etadigan murojaatlar bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilanib, ijrosi nazoratga olindi.